Men birinchi marta masjidga kirgan paytni eslayman. Boshdan oyoqlarigacha qora libos kiygan opa-singillarni ko'rgandim. Hogvartdagi Garri Potter sahnasini eslatishardi. U yerda ularning hammasi o'z liboslarida yurishardi. Va bu men o'ylagan birinchi narsa edi. Men qoyil, ular shunaqa bo'lishi uchun tanlanganlar deb o'yladim va o'zimni shunday ishonchli his qilmoqchi bo'ldim. Chunki men kalta yubkada yurardim. Bunga o'xshab kiyinib yurganda o'zimni qanday his qilishni bilmoqchiman. Bu shunchaki emas, ular juda ham mehmondo'st, juda ham mehribon, rahmdil, qo'llab-quvvatlovchi edilar. Ba'zida biz boshqa odamlar bilan muloqotga kirishmaslik orqali o'zimizga buni murakkablashtirib qo'yamiz. Men hech qachon niqob kiygan musulmon ayollar bilan gaplashmasdim. O'zi men musulmon ayollar bilan umuman gaplashmaganman. Shunday qilib, bu meni birinchi uchrashuvim edi. Shunchaki ularni tabassum qilishlari yoqardi. Fikrimizcha, niqob kiygan ayollar tabassum qilishmaydi. U yerdagi ayollarning barchasi jilmayishardi, kulishardi va hazillashishardi.